Avvalambor assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilarimiz, hurmatli uzoq va yaqindan kuzatadigan obunachilarimiz. Bugun yana sizlar bilan mana bir kunlik ish faoliyatimizda ko'rsatishga qaror qildim. Albatta tomosha qiling. Mana bugun mana shunaqa kanallar ishlab chiqyapmiz. Mana shunaqa kanallar chiqyapti. Mana ko'ryapsizlar, mana bular tayyor bo'ldi. Silikon yaptık. Mana bu tasdiqlarimiz hammasi tayyor. Havolandirmani nimalarda bular hammasi havolandirmaga tegishli mana. Hammasi tappa tayyor. Bana klient kelsa olib ketadigan qilib qo'ydik. Mana bu kanallarimiz ham tayyor bo'lyapti. Mana bu hali silikon chekilmagan. Uni Xudo xolasa ish faoliyatida yana chekaymiz. İşimiz mana shunaqa iborat, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, shu o'yinda yana bir narsani aytib eslatib o'tib ketmoqchiman. Ba'zi bir negativ desam bo'ladimi yo qanday tushunmasa yozasizlarmi bilmayman. Ba'zilar kommentariyga yozadi-ku, nimalar deb har xil bema'ni gaplar, bema'ni xabarlar yozib qolganini guvohi bo'lyapmiz. Hurmatli obunachilarimiz, hurmatli do'stlar. Negatif yozmangizlar, iltimos sizlardan. Negatif bilasiz bizda nimaga to'g'ri kelmaydi. Bittasi shaxsan men negatifni xohlamayman. Men hayotimni, ishlash jarayonimizda qiziqarli joylarni video qilib qo'yib boraman sizlarni ko'ngillaringizda ko'tarish uchun, bularga qiziqqanlar uchun. Mana shunaqa fabrikani qaysi bir tadbirkorimiz, qaysi bir O'zbekistonda mana shunaqa ishlar ko'payishini qiziqqanim uchun qo'yib boraman. Qiziqqanlar ko'rib, balkim shunaqa narsalar bizda O'zbekistonda ham ishlab chiqsa chiroyli va daromadli ish degan ma'noda ko'pchilik fikrini inobatga olgan holda ko'pchiliklarga qiziqib mana qo'yib boramiz. Hurmatli obunachilar, bu negativchilik emas, bu ish faoliyatimizdagi vlog deb qo'yamiz videomizni. Nega? Sababi chiroyli videolar olamiz mana shu ish faoliyatimizdan. Hurmatli obunachilar, har doim negativ yozmaysizlar degan umiddaman. Xo'sh, shunday ekan hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar, mana shunaqa ish faoliyatlarimizni sizlarga e'tiborlaringizga havola qilib ko'rsatib boryapmiz. Mana ko'p tavsiyalar, mana shunday ish faoliyatimiz davom etadi. Mana bugun mana bunaqa tayyorlab ko'lankalar qo'yilgan havolandirmani naysa ikki tomondan ulanadi. Ba'zidan ham qilinadi. Mana bu bizni elektron ligimiz, elektron portfimiz va traktorchamiz. O'zbekcha bo'lganda traktorcha deyiladi. Shu traktorchamiz. Mana shu traktorchamiz mana elektronni ko'rsatganman avvalo menimcha. Mana yoqsa mana 80% bor. Yoqadi, ishlatsa bo'ladi. Chatga ishlaydi mana. Yuk ko'taradi. Ko'pdan ko'p mana bu katta traktorchamiz, mana bu kichigi. Xo'sh, mana shunaqa ishlaymiz do'stlar. Biz mana shunaqa ishlarda ishlaymiz. Mana shunaqa ishlarda video qilib internetda qo'yib qo'yamiz hurmatli obunachilar. Mana shunday ish faoliyatini qiziqqanligilar. Negativ yozmangizlar hurmatli obunachilar. Biz hayotimizni esdalik uchun, kimnigadir foydali bo'lish uchun qilib qo'yamiz. Barchangizga yaxshi kayfiyat, hamrohingiz bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shunday ish faoliyatimiz.